Diqqat, tezkor yangilik. Agar sizda yoki yaqiningizda nogironlik bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Davlatimiz rahbari minglab oilalar hayotini tubdan o'zgartiradigan o'ta muhim qarorni qabul qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Nogironligi bor shaxslar kambag'allar reyestridan chiqariladi va davlat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanadi. Prezident raisligida o'tkazilgan yig'ilishda qayd etilishicha, 2026-yildan nogironlar uchun teng imkoniyat inklyuziv bandlik loyihasi joriy etiladi. Bandlik jamg'armasidan ularga 30 million so'mgacha foizsiz subsidiya ajratilishi yo'lga qo'yiladi. Nogironligi bo'lgan 40 ming odamni ishli qilish muhim ekanligi ta'kidlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish hamda aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar salohiyati va kelgusi yil uchun ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Unda ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoyani kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Bundan buyon daromad topish imkoniyati cheklangan va nogironligi bor shaxslar kambag'allar reyestrida bo'lmaydi. Ularni qo'llab-quvvatlashni davlat o'z zimmasiga oladi, deydi prezident. Kambag'allikka qayta tushish xavfi mavjud oilalarga ijtimoiy yordam va imtiyozlar saqlab qolinadi. Ularga 6 oy mobaynida moddiy yordam va bolalar nafaqasi to'lanishi davom ettiriladi. Bog'cha va to'garak xarajatlarini qoplash, davolanish orderi kabi 110 mingta ijtimoiy xizmat va yordamlardan 12 oy davomida qo'shimcha foydalanish imkoniyati beriladi. Og'ir hayotiy vaziyat sababli kambag'allikka tushib qolish xavfi yuqori bo'lgan oilalarni oldindan aniqlab, ularga manzilli yordamlar ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Ushbu vazifalar ustidan nazoratni hamda viloyat hokimligi bilan ijrosini tashkil qilish Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva zimmasiga yuklatildi. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga obuna bo'lib, videorolikka like bosing va videoni barcha yaqinlaringizga ham ulashib ogohlantirib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.